yuragida o'ti bor insonlar uchun mana motorida bir nechta otlik kuchi bor BMW M2 M2 ya'ni diskalarni ham qaranglar, juda ham ajoyib. Bitta bosib yuborsanglar bormi, buni olgandan keyin aniq speedometri 150 dan tushmaydi. Sababi buni aytganimdek, ichida juda ham ko'p otlik kuchi bor. Bezramishli mana eshiklar, orqa eshigi faqat mana oldi orqadan kiradi. Xo'p. Juda ham ranglari ham neobычный, spoilerlari bor ekan, qaranglar. И ichida karbon elementlaridan ham foydalanib ketgan ekan. Mana bu yerda. Qani? Mana. Karbon, bu yerda karbon. Xo'p, hammaga nasib qilsin shunaqa chiroyli, go'zal rangdagi avtomobillarni minib yurish. Buni bizni Arti Motors kompaniyamiz sabab chiqib qo'ysa, biz ham juda ham xursand bo'lamiz.